uni kutaymi yoki qo'yib yuboraymi? Kelinglar, mana shu savolga biz rasklad qilib ko'ramiz. Ya'niki, misol uchun ko'pchilik shunaqa munosabatlarda bo'lishi mumkin. Na kutishni biladi, na qo'yib yuborishni biladi. Ikkalasi ham og'riqli. Demak, biz ko'ramiz hozir. Kutishinglar kerakmi yoki qo'yib yuborishinglar kerakmi u munosabatni? Demak, 3 ta variant qilamiz. 3 ta variantimizda demak, ikkitadan karta tashlaymiz bu yerda. Demak, birinchi variant bu, demak, ikkinchi variant, demak, bu uchinchi variant. Demak, ko'ramiz, kutaymi yoki qo'yib yuboraymi? Bu insonni, bu munosabatlarni. Chunki bir marta har kuni 1000 marta o'lib tirilgandan bir marta o'lib tirilgan yaxshiroq. Demak, ko'ramiz. Birinchi variantni tanlaganlar. Karta zvezda, imperator. Demak, o'zi bu yerda nima deb ayta olaman? Bu yerda o'zi demak, siz haqiqatan kutyapsiz. Karta zvezda insonda bu umidlar, orzular kartasi hisoblanadi. Hamda bu masofa, o'rtadagi masofa kartasi ham hisoblanadi. Demak, sizlarni o'rtanglarda hozir masofa, siz haqiqatan u insonni kutyapsiz, umid qilyapsiz kelishiga. Hamda bu yerda mana yigitimizni o'zlari tushdilar. Bu yerda kuting, inson qaytadi, inson keladi. Bu yerda kartalar kutishni maslahat beryapti. Demak, ikkinchi variantni tanlaganlar. Naqadar ajoyib. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, prinsessa jezlov, ritsar jezlov. Bular para. Ko'ryapsizmi? Mana kartamiz chiroyli yotganini qarang. Mana bundoq qilsak, mana bundoq chiroyli bo'ladi. Mana bu yerda qizimiz kutyaptilar. Bu yerda yigitimiz otga minib kelyaptilar. Juda ham xursandman. Bu yerda kartalarda kutishda davom eting. Yigitimiz albatta paydo bo'ladilar. Bu yerda mana yigitni o'zlari kelyaptilar. Kutishingiz befoyda bo'lmaydi, kuting. Demak, uchinchi variantni tanlaganlar. Voy, men shunaqa xursand bo'laman, agar hammada shunaqa pozitivniy rasklad bo'ladigan bo'lsa, juda ham xursand bo'laman. Ya'niki, bu yerda nima deb ayta olaman? Bu yerda ham tro'ka jezlov kartamizda, demak, qizimiz mana ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, osmonlarga, yulduzlarga nazar tashlab, orzu qilib, o'ylab kutyapti. Demak, siz ham mana shunday kutayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin taqdir in'omi bo'ladi. Bu inson yana hayotingizga albatta qaytadi, kutganingiz befoyda bo'lmaydi. Bu yerda ham kartalar kutishni maslahat berishyapti. Faqat bu kartamiz taqdir in'omi yana sizlarni uchrashtiradi, taqdir sizlarga yana shans beradi deyapti-ku, lekin bu faqat medlitsiniyroq karta, ya'niki sekinroq keladi insoningiz. Demak, bugungi raskladimiz shulardan iborat edi. Yana qaysi mavzularga ko'rishimni xohlasanglar, bemalol yozib qoldiringlar.